Qadrli do'stlar, Reels uchun har doimgidek mana eshikdagi shkafimiz, kirish qismidagi bu yoqda qanaqa chiroyli qilib оформлять qilsanglar bo'ladi. Ketdik oshxona qismi. Oshxonani ko'ryapsizlar. 1+1 dan farqliroq 2+1 da juda ham katta. 2+1larimiz 98 kvadrat metr. Balkon. Balkonni kattaligini ko'rdinglar. Sekin aylanib, mana yana bir marta mehmonxonani ko'rsataman sizlarga. 2+1 cheshmeli 98 kvadrat metr 90 ming yevrodan boshlab 25% to'lov va 18 oyga muddatli to'lov. Mana kir mashinani joyi yetasi va ota-onalari yotoqxonasi. O'zini balkoni, garderobniy zona va sanuzel. Eshik orqasida dush. O'rtoqlar, katta rahmat hammaga. Olinglar, kelinglar, Aziza sizlarga yordam beradi.